Jiqroq vaqt ajrating degandek bu xil quruq to'g'ri gaplar bilan hal qilolmaydi. Nima ish degan vaqtda bizda nurg'un narsalar konkretniy masalalar, konkretniy hal qilish usulini talab qiladigan gapda. Shunga bugun biz shu oila to'g'risida azroq fikr yurgizib boqaylik deb o'yladim. Bu balını yaxshi ko'rish, kuyinishning o'zi hargizmi kifoya qilmaydi saboqdoshlar. U yaxshi ko'rishing, kuyinishing degan bu sening tabiating. Ammo bu yaxshi ko'rish va bu muhabbet bilan balını tarbiyalash bu mumkin emas. Xuddi tashqi kasalliklar doktori bemorni yaxshi ko'rdi, iqtidori bo'lmagandek. Natijada bir ota-onaning har bir qilgan so'zi shu tashqi kasalliklar doktorining operatsiya pichqiga o'xshaydi. Uni intayin ehtiyotkorlik bilan kesmasa, darhol bemorni ziyonkashlik qilib qo'ygandek, ota-onam albatta har qanday bir so'zni to'g'ri deyolmasa, biz cho'nglarga otdi. Suyimli saboqdoshlar, yaxshi turdinglarmi? Bugün biz ikinci qatimliq dersimizni so'zlaymiz. Bugün shu oila to'g'risida bir paranglashaylik deb o'ylayapman endi. Nima ish degan vaqtda nurg'un ota-onalarda bolalarning masalasini, oilaning masalasini hal qilish to'g'risida nurg'un qiyinchilik bo'ladi. Bu qiyinchiliklarni qandaqdir balangizga jiqroq kuyining. Masalan, tasavvur qilaylik, saboqdoshlar, sizlar bir doktorxonaga operatsiya ochib qolsanglar, sizlar operatsiya ustida yotdinglar. Endi sizlarni narkoz qildigan odam narkoz qilishdan burun sizlarni operatsiya qildigan doktor sizlarning yaningizga kelib manda dedi. Qarang, men azaldan doktorlikdan xabarim yo'q. Bugun mana mushaga kelib qoldim. Operatsiya qilish iqtidorim bek tuven. Ammo xotirjam bo'ling. Men o'zimning bemorlarni bek yaxshi ko'raman. Shu bir sinab boqay desa. Sizlar bo'pti sinab boqing deb yotamsizlar. Shu operatsiya ustida kech ketamsizlar. Qo'rqa keslanda. Hamda bir qus qo'nini kesib, qus qo'nining ichidagi bir narsani kesib, bir narsani ulab tikadigan bir murakkab, bir xatarlik ishda bu. Hamda bu doktor men sizni bek yaxshi ko'raman. İqtidorim biroq tuven. Yangi xizmat chiqdim desa, xotirjam bo'lamsizlar. Xotirjam bo'lmaysizlar. O'xshash shu amaliyotda ota-onaning nurg'un ota-onalar shunday o'ylaydi. Men bolamni yaxshi ko'raman. Bolamni kuyinaman. Shunga men yaxshi tarbiyalayman deb. Bu qiziq. Biz cho'nglar yenik, oddiy anglangan nurg'un so'zlar bolalarning qalbini kesib qo'yishi mumkin. Shunga bu yerda ota-onalikning o'zi bu bir kuyinish, muhabbatlar vujud chiqadigan ish emas. Uningda bilim kam bo'ladi. Bilim muhim bo'ladi. Shu nurg'un ota-onalarning bol tarbiyalashda mag'lub bo'lishi hargiz muhabbatining, bolalarni yaxshi ko'rishning kam bo'lishidan emas, balki tushunishning kam bo'lishidan. Yoki bu ota-onalardagi aqlning kam bo'lishidan emas. Hamma ota-ona aqlliq. Biroq bilimning kam bo'lishi. Sening aqlliq bo'lishing degan aqlli u boshqa gap. Bilimlik degan boshqa gapda. Bir kun bir o'quvchimiz bir bola hamda yangi yesliga chiqadigan vaqtda ota-onasi uni
Anısı hem de onu esliğe apırıptı da tuncu günü. Apağandan keyin bu esliğinin tamlarında hem de başka balla sızgan resimler bakende bal bu resimlerini görüp ata-anası qarab so'rabdi. Va bu resimlarning ichidagi birisini ko'rsatib so'rabdi-da. Apa, ma set resimni kim chizdi? Ma set resimni kim chizdi? deb so'ragandan keyin hamda anida iqtidor yo'q. Balasini yaxshi ko'rishda savol yo'q. Yaxshi ko'rishda hech qanday gumon yo'q. Yaxshi ko'rdi. Ammo bu ota-onda balini tushunishda masal bor. Ya'ni har qanday bir balaning esonda bo'lsin, esonda qattiq tutinglar. Har qanday balaning ota-ondan so'ragan savolining orqada yoshirin ma'no bo'ldi. Har qanday balaning savolining orqada yoshirin ma'no bo'ladi. Siz shu savolning orqadagi uning yoshirin asli ma'nosini, shu savolni so'rashdagi sababini bilmasanglar, bo'ldi. Balaga balkim balaning kelgusidagi bak utuqliq bir bal bo'lishiga cho'ng to'sqinlik qilgan bo'lib qolsalar yoki bala shu tufayli nurg'unlagan xato yo'llarda menish mumkin. Demak, u balami apa bu set resimni kim chizdi deb so'radi. Endi buni onasi shu desa pedagog yo'q uningda. Pedagog yo'q degan balalarni tarbiyalash bilim qurilmasi yo'q. Bilim qurilmasi olmagandikinlar odam kallasiga kelgan javobni beraverdi. Nurg'un onlarning kallasiga kelgan javob o'xshash bo'ladi. Ongsiz onlarningda. Shu bilan bu ayolmi, amdash balaning onasimi bu balaga javob beribdi-da. Bu bola bunda deyma, satamaskan-ku deydi. Sizlar shunda deysizlar-ku masalan. Chunki siz nima deb javob berish bilmaysizlar. Hatto bu balaning nemish undaq savol so'g'inni bilmaysizlar. Undaqdan siz tabiiylar unday emas-ku bolam, satma. Chunki bu yerda o'qituvchisi bor-da. Chunki yo'lni bundaq cho'giltayotgan esli o'qituvchisi bor-da. Uning oldida sat turdi deb balaning bu savoli ona bir adabsizlik deb tushundi. Natijada balasining adabsizlik qilmishini yushirish uchun ana bu yerda satdim bolam, satma dedi. Ammo bu yerda esli o'qituvchisi u tarbiyalanganda. U balaning bu savolining oqidagi yushirin ma'noni, ya'ni onasi bilmaydigan yushirin ma'noni bu esli o'qituvchisi biladi. Demak, uningda bir xil mushu eslida o'qimasni shu belgilaydi hamda shu savolga javob berishda. Ona satrasimmaskan-ku degandiklar bola qo'rqaydi. Satrasimsiz bir xatarlik ishkan. Demak, satrasimsizsam meni urib tillamagan taqdirdami, meni yaxshi ko'rmaydi ekan deydi. Bola satrasimsizib u yerda tilanglashni iborat bearam tuyg'udan qo'rqidi, kirmaydi degan gap. Ammo esli o'qituvchi undaq demaganda, esli o'qituvchiga bu yerda satrasimsiz kim bo'ladi degan. Bola bu yerda o'qigan. Bu kimning hikoyasi desa, bu hamda shu dunyoga mashhur rassom Frida Kahloning hikoyasi. Hozir u Frida Kahloning odatdagi rasmi gen orqali, DNA orqali yezib chigizib o'tgan narsa. Hamda gen DNA degan nimaki de qolmanglar. U shu kompyuterning ichiga chigizgan buyruq. Kompyuterning ichiga masalan buyruq selib soat manchida 3 san desa, kompyuter shu vaqtda o'chib qoldi. Shunga o'xshash odam insonning gen DNAsida ashunda xatlar bo'ldi. Ya'ni balang ko'ynisa ota-onangdan bekrak balanga ko'ynishing kerak degan programma bor. Demak, bu programma bo'yicha odam nima ish qildiysa, tabiiylar balasi paydo bo'lgandan keyin ota-onasi qaraganda balasini bekrak yaxshi ko'rdi. Bu bir normal ish. Buni hamda ba'zi bilimsiz, ongsiz odamlar to'g'ri tushunmay san'atkorlar
Ata-anan balаңda qaraysa, onаңны taşlayıp, hiç kim anısı taşlayıp etmeydi. Ama bu insanın tabii toğra bu. Balını anısından bekrek yaxşı görüş, bu tədric taraqqiyat. Nemiş qalsa, birisi ötmüş, birisi kelgüsü. Şoň tabiat canlıqlarning naslinin qurup ketmesi üçün muhabbet yaxşı görüşni balık berip etken. Şu vaqtda balını hayat saqlılığı buldu demekçi. Balını hayat saqlılığı buldu. Biz ata-anamız ölçemez. Ama muhabbet de balımızga bekrek kuyunduğunumuz, onun yerinde jıqraq turuşni xalaydığınımız ras. Şuna esli o'qituvchisi nim deb javob berdi deganda, "Voy balam, bizning bu balla bag'chisida, eslida sat rasmlarni sizishga biz yo'l qo'ymaymiz. Sat rasm sizsin bo'ludi bu yerda." deb javob berdi. Bala xushal bo'ldi. Nimishqa? Chunki bala bu sat rasmni kim sizdi deyish orqali uning yushirin ma'nosi nima demak, yushirin ma'nosi nima deganda, agar men sat rasm sizib qo'ysam, men tillamdigandu, uramdigandu mush maktabda. Qanday qildigandu deb so'rayotgan savol. Odat mesela yarlangan buğa degan bir parcha rasmining o'zila 80 milyon dollar atrofida satmaydi taxi. O'zim uylab ketganim, satmaydi asarlarimchi. Undaq musiqalarga iyoni qilganda, endi bu ulug' rassom bo'la olgan demakchi o. Demak, har qanday bir bolda amniyat bir talant bo'ladi, ammo bu talant shu deganda bilimsiz ota-onalar tarafidan bo'g'ilib, yo'q qilinib ketgan. Hamda xulosa nima bo'ldi deganda, bir oilani oila qilish, bolani bola qilish, erni er qilish, ayolni ayol qilish, bir utuqliq oilani barpo qilishda bu kuyinish, yo'qimiz mas'uliyat, yo'qimiz muhabbet, bular hargizmi masalani hal qilolmaydi sabaqdoshlar. Bu degan bizning tabiatimiz. Bir to'xa chuysiga obdan qaraydi o'xshash. Mushukmi shu? Demak, balliq kuyinish, oila kuyinish bu insonning qobiliyati emas, iqtidori emas. Balki tabiati. Bu jinxoshillik, ya'ni tez taraqqiyot psixikasi, tabiat mundashib aytganda, jonliqlarning naslning qurib ketmasi uchun har qanday bir jonliqning ichiga gen orqali, DNA orqali bu xil xolash qandaqdir bizning ota-onamiz yaxshi ko'rmaydiganlikdan derak bermaydi. Bu xil xolash tez taraqqiyotning shu naslning qurib ketmasi uchun odamning geniga, DNAsiga yozayotgan bir programma, bir to'g'ri tushunadigan narsalar. Hamda nurg'un ota-onalar cho'ng bo'ldi, bolani baqidi, rost baqidi. Beqib qilganda u bolaning bolasi bo'ladi. Bu nimasi o'zining tabiatini tushunmaganlikdan bo'ldi. Tushunmaganlikdan bo'ldi. Şu odamning nurg'un tabiati, bu tabiatini tushunmay, undan og'rinib, men boyatim dedim. Onasini balasidan bekrek yaxshi ko'rish, bu insonning tabiati emas. Bu insonning tabiati emas bo'lgan narsani mushundaq bo'lish kerak deb, men unda bo'lolmadim deb o'zingni ayblasang, ballarda masalan fuzugan anjiq bo'ldi-ku. Ballarda fuzugan, ya'ni ota-onamga yaxshi qarayanmadim, ota-onam deb qish ko'ngli yerim yuriydi. Shu nurg'a odamlar ota-onasini tilga olib, tillaq qolsa, o'chiqlar ketishning sababi shu. Nimishqa desa, o'zida bir xil gunohkorlik tuyg'usi bo'ldi. Men ota-onam toz yaxshi qarayanmadim, manda qilanmadim, manda olanmadim deb qish o'zi ayblaydigan bir avval bor. Ham har qanday bir bola ota-onasi uni baqqandek, ota-onasi unda kuyunib bo'lmaydi. Natijada ko'ngil og'riqi, norozilik paydo bo'ldi. Shu har qanday ota-ona boladan ma'lum darajada norozi bo'ldi cho'ng bo'lganda-ku. Bu norozilikni bevosita o'zining bolasiga ifodalamasdan shu bolasining jo'risiga ifodalaydi. Masalan, keliniga yoki bo'lmasa kuyovliga degandek. Demak, shu kelinim
balamning minisini qaydırıp, balam meni yo'qlamaydigan bo'ldi, yaxshi ko'rmaydigan bo'ldi deb, balasi bo'lgan norozilikni kelindan ko'rib achchiqlab yuradi. Amaliyot unda emas. Amaliyot unda emas. Ayolmi butun passiv hissiyotlarni erga chachidi. Ondan ikkisi birlashib baliq chachidi. Degandek. Bularmi shu o'tmishdagi nurg'un jarohatlarni bir-birisi bularmda bu xil oila bir-birisiga bir-birisini dushman deb o'ylaydi. Bu eng funksiyasi buzilgan oila deb qaraymiz. Müşahede hamda men shu ayollar bala o'tda uchining shu oiladagi har bir so'z, har bir harakat va qarorlarning oqiga yushiringan hamda konkretni so'zsam texmi yaxshi bo'ldi. Hamda uningga undaqcha sharoit vaqt yo'q. Shu men sizlar eng atdi holatdikisini so'zlab beraman bevosita foydalanib qilsam bo'ldi. Buni hal qilishning usuli nima deganda, men bayatın dedim, har bir gapning oqidagi hidden meaning, ya'ni yushin ma'noni cho'qim tushunish kerak. Ham buni cho'nglar o'tiblanmaysizlar. Ammo sizlar cho'ng bo'lsizlar. Bushkunlarda sizlarmi qarasizlar, balangning bolasi bo'lib ketadi. Shu sillik paydo qildi. Endi u cho'nglik buni o'g'itib Jenxoshili sho'te dada apa, mushunda ekan, shu men balamni sendan bek yaxshi ko'rdi ekanmi desanglar, shu tillab tuzib ko'r. Sen bizim o'rgandim deb tillaydi. Ham uni o'zgartirmaymiz, ammo biz cho'ng bo'lamiz. Cho'ng bo'lgan vaqtda shu bizning ota-onalarimiz duch kelgan shu bala, navra, qaynona, kelin degan masalalarga sil uchragan vaqtda sizlar buni to'g'ri bitirib qilsanglar, bu joyida ish bo'ldi degan gap. Shuna unutildi degan gap. Hamda mushada ayollarning farqini bilishimiz kerak savoqdoshlar. Ayollar xuddi shu ayolga o'xshash ikki xil hissiyotning iskanjisida yashaydi. Birisi gudugan, ya'ni yolg'izlik tuyg'usi bo'ldi ayollarda. Bu xil tuyg'u shaqchilaydi. Ishkilamchi shaqchilaydi. Ya'ni ishkilam shaqchilaydi deganda birisi povchigan, yan birisi jujogan. Bu deganlik birisi tashlanish tuyg'usi. Ya'ni erim yoki o'g'il do'stim meni hamon tashlaydi degan bir tuyg'uda yashaydi. Yana birisi shu deganda uni silkiyotgandek, rad qilayotgandek, qabul qilmayotgandek, yaxshi ko'rmaydigandek tuyg'uda yashaydi. Ammo bu to'qiga adami unda bo'lmay qoladi. Natijada dal ayolining ashundaq ayiblashlari erning eng qo'rqadigan yarisiga, ya'ni gunohkorlik tuyg'usini qo'zg'itib qoldi. Bu qo'zg'algan vaqtda erlar bir boshqa bir odamga aylanib qoldi. Tunyanmay qolsalar o'rlanchi. Chunki u vaqtda eng ichki yarisi qo'zg'aladi. U qo'zg'alganda ochiq bilan o'shmanlik keladi. Ochiqni olvostaga aylantirdi. O'shmanlik chu desa, u tak shu tug'ilib, tak shu ochig'ini keltirgan vaqtgacha bo'lgan barliq ochig'ini, barliq azoblarni shu ayol keltirib chiqargan hissiyati bo'ldi shu bir paytda-chu. Shunga bu xil tuyg'u ayollar bu erim dal mezda atgan narsa barken deb erida yo'q bir narsani bor deb oladi. Eri dal bu narsani o'zida yo'q bo'lganligini berolmaydi. Ayol buni berolmadi demay, bermadi deb o'ylaydi. Natija shu desa, bu ikkisi mangu bir-birini tushunib ololmay, mana shunday o'tib ketdi savoqdoshlar. Shunga to'xtamay tug'ilib turmoq lozim. Mush fursatdan foydalanib tibbiy esa sheriktiga yana rahmatimizni bildiramiz. Mushlar bo'lmasa meni sizlarga kurashtirmaydi-ku, tunishtirmaydi degandek. Yani dunyoda anglashdan eng qo'rqadigan gapni
ayaldan anglaydı degan gap. Endi ayal chu desa er tarafidan mag'lub bo'lganda ekan darhol o'zining nimasini o'g'liga yoki bolasiga qoldirib balam mana berdi mush muhabbatni deydi. Odam avval ota-onasini izlaydi, ota-onasi berolmaydi, ondan jo'risini izlaydi, jo'risi berolmaydi, jo'risi berolmagan ekan bolasini izlaydi. Demak, bu yerda bol tarbiyalashda ig'ir darajada masala paydo bo'ldi. U bo'lsin nimasi bir ota-ona bolani sog'lom, xushal, ko'ngildagidek bol qilib tarbiyalayman deydi. Amaliyotda cho'si ongsiz holda o'zining eridan erishamagan hissiy ehtiyojlarini bala orqali faxrlanishni, bala orqali balasining uning kuyinishini, balasining doim uningga voy ona deb turishini, balasining uning gapini anglashini degandek eri orqali erishamagan hissiy ehtiyojlarni shu har qanday bir vaqtda mayli ota-ona balni bo'lsin yoki ota-ona bir-birisini bo'lsin, har bir qilgan so'zning oqida qandaq bir yushurun ma'no, eng muhimi qandaq bir hissiyot bo'layotidi. Mo'shun tushensanglar hammasini bir taraf qila olasizlar, suyimli saboqdoshlar. Biz bugun mush to'g'riliq so'zlaymiz azroq. Shuna biz oilaning 3 bo'limi saboqdoshlar. Birisi bir-birisini gullandiradigan oila. Ayol erni kuchlantirdi, ayolni kuchlantirdi, bu ikkisi bolni kuchlantirdi. Bu bir boqqa o'xshaydi. Yana birisi bir-birisiga tayindigan oila deymiz. Ya'ni nurg'un ayol orqali o'zining hissiy ehtiyojini qondirdi, ayol orqali hissiy ehtiyojini qondirdi. Bu hamda o'ttirda turadigan oila. Belki sog'lom emas, belki nachar emas. Normal. Uchinchisi esa bir-birisiga ziyonkashlik qiladigan oila. Buningda hamda ermu butun hissiyotlarni ayolga chachadi. O'tganda bir ayol men bir o'quvchim bordi, hamda bu xonimda hamda azroq yiyjonlarda buruqtumliq. Shundan bu ayol bir kun hamda yo'ldoshdan urushib qopdi-da, shu urushib qolganini dedi hamda. Yig'lab turib men sendan ajrashaman debdi. Degandikin eri sen birsin deb qopsan, ajrassam ajrashdim deb urib ketibdi uni. Endi mushu ayolning men ajrashaman degan gapining oqsida yoki erning sen birsin deb qopsan deb urib ketishning oqsida qandaq bir hissiyot bor. Esingda bo'lsin, har qandaq bir gapning oqida, har qandaq bir ish harakatning oqida hissiyot bo'ladi. Hissiyot dal bizda aytgan energiya, shu men burunqida istimo dedim, yanimo deyman. Hissiyotning o'zi energiya deymanmi? Shu yumshoq energiya dedi qo'yotganda, ya'ni shu. Hissiyotsiz harakat bo'lmaydi. Endi mushada ermu ayolning nemish qundaq deganini bilmaydi, ayolmu erning undan nemish qundaq deganini bilmaydi. Natijada ayollar o'rtasida surkilish, urush, talash, jangizdir uzilmaydi. Ayollar o'rtasidagi masala qandaqdir to'g'ri xato o'rtasidagi surkilish emas. Balki ikki to'g'ri o'rtasidagi surkilish. Birisining xato, birisining to'g'ri degan gap yo'q bu yerda. Ikkalisining to'g'ri. Ikki to'g'ri o'rtasidagi surkilish bo'lg'achqa bu surkilish birisini qoyil qilish yoki birisiga nasihat qilish orqali tugmaydi. Chunki ikkalisining to'g'ri tursa. Amaliyotda bu ayolning men ajrashaman deganning oqida qandaq bir ma'no maqsad bor deganda u ayol dediki, men yo'ldoshimning ash gapni desam, yo'ldoshimning sendan men hargiz ayrilmayman.
Ölsem ayrılmayman, seni yaxshi ko'raman deb quchoqlashini umid qiladi ayolchi. O ayolning ajrashaman degini dal ta'tir amaliyotchi. Ama eğer bunu tushunmaydi da, eğer uni shu ajrashaman dedi, bunda dedi. Demek bu ajrashaman degan xiyol kelganken, bu birisini teppagan gap. Deb uning jarohati qo'zg'aldi, natijada uning g'ava keldi. Atalmış g'ururi qo'zg'alib ketdi. Bu ikki xil tuyg'u guduganning shaxchisida uningdan boshqa zbeyganda yashaydi. Ya'ni o'zini kamsiz tuyg'usi bo'ldi ayollarda. Ayollar doim bu xil kamsiz tuyg'usi bo'lg'achqa, o'zini kamsiz tuyg'usi ko'pincha vaqt ayollarning badaniga ko'chidi. Bu deganlik ayollar badanining ma'lum bir qismi ne doim o'ylab, mening ashirim sat degandek zbeyganni ash orqali tushundirdi. Va mening ashirim sat bo'lg'achqa yoki mayrim manda bo'lg'achqa meni u yaxshi ko'rmaydi deb qarshi tarafning uni yaxshi ko'rmasligini shu narsadan o'ylaydi. Mening hamda bilishimga asoslangan ko'pincha ayollar o'zining ko'ksidan nomus qilish tuyg'usi, chiroyidan nomus qilish qatorliqlar bo'ldi. Hatta ba'zilar shu zbeygan tugutish uchun güzelleştirish, chiroy güzelleştirish yoki bir nima qilish yoki ko'krak cho'ngaytirish degandek shunday operatsiyalarni qilib boqdi. Ammo buning hammasida u o'ylagan unumga eng muhimi uningdagi o'zini tuyan ko'rish tuyg'usini tugatanmaydi. Endi ayolda bu xil o'zini tuyan ko'rish tuyg'usi, ham birisi rad qilinish tuyg'usi, ham birisi tashlanish tuyg'usi bo'lg'achqa ushlamchi hissiyot chirmaydi, ya'ni qo'rqish chirmaydi. Qo'rqib turdi bular. Shu bu xil qo'rqishni tuvaletish uchun erining doim uningga bexatarlik tuyg'usi berishni izlaydi. Ham bu xil bexatarlik tuyg'usini beradigan erlarga nisbatan ayollarda muhabbet deb atiladigan yana bir xil tuyg'u shakllandi. Bu bir xil tuyg'u amaliyotchi. Neticede bu ansız ayollar hem de daim hem de karşı tarafına yani iri yakımız görürsün. Seni yaxshi ko'raman, seni tashlab etmayman, sening yening doim bo'laman. Sen men uchun eng go'zal, sana hech kim yetmaydi degandek gaplarni qilib turishini umid qildi. Chunki bu gaplar dal Allohning ahillik zbey deymiz, jujurgan deymiz, pochigan bo'lmasmi? Shu xil tuyg'ularga xuddi ending yo'q bergandek, xuddi narkoz qilgandek ularni bezlab turdi. Qachonda erining bu xil gaplar ozlab qolganda yoki erining harakatlarida burunqidek qizg'inlik bo'lmaganda ayollarning ichidagi bu xil beoromlik, ya'ni bu xil mo'gi alvasti darhol paydo bo'ldi. Paydo bo'lganda ayollar yani bilimsizlikda bu xil tuyg'uni tuvaletish uchun erdan yana kuyinish, yana shundaq assurance deymiz. Shundaq seni yaxshi ko'raman, manda bo'laman, ayrılmayman degan gaplarni anglash uchun manfiy zo'ravonlikqa o'ta ketadi. Manfiy zo'ravonlik degan nima desa, ayollarmi zo'ravon bo'ldi, ammo bularning zo'ravonligi manfiy bo'ldi. Ya'ni qaqshash, yig'lash, ayblashlar manfiy zo'ravonlik bo'ldi. Erlardagi hamdalik bevosita urush, tillash bu musbat zo'ravonlik. Shunga bir ayolning hamda yig'lashning o'zimi amaliyot manfiy zo'ravonlik. Demek ayollar hamda erning o'zidagi o jarohatlardan kelib chiqqan beoromligini erining kuyinishi yoki harakati
bir nim ap birishi yoki gap so'zlari orqali to'xtalaydi emasmi burun. Shunga yerdan oshqil harakat va so'zlarni talab qilish uchun har xil omillarni izlaydi. Ayollarning ko'pincha men yana bir ta'kidlayman. Buni qanday qilish bilmagachga ayollarning asosiyatdan kallasiga o'xshash bir xato chora keldi. U bo'lsa-mu yig'lash, qaqshash, qarshi taraf ayiblash, qaydash qatorliq. Bu usullarning hech qaysi ayollar o'ylagandek unum bermasdan aksicha ta'tir unum berdi. Endi bu yerda biz erlarga o'tib ketaylik, shunday vaqtdoshlar. Erlar o'xshashlar ayollarga o'xshash ikki xil hissiyotning iskensi yashaydi. Ammo birisi ayollarga o'xshamaydi. İkisining birisi ayollarga o'xshaydi, birisi o'xshamaydi. Erlar asosliq shu zibey. Zibeygan deganimiz shu o'zini kamsitish tuyg'usi bilan fuzi gunohkorlik tuyg'usining ta'sirida yashaydi. Gunohkorlik tuyg'usini onasi shakllantirdi. Gunohkorlik tuyg'usi shaqchilab shu yo'gan deymiz, bog'lanib qilish tuyg'usini. Ya'ni shu oilaga xuddi bog'lanib qolgandek, oila tufayli, bolalar tufayli erkinlik yo'qolib ketgandek, uning u erkinligini shu ayoli bilan bolasi ep ketgandek his qildim. Shu nurg'un erlar paranglashganda bu erlar to'y qilmasam bo'pti ekan degan gapni jiq anglaymiz. Erlar xato holda balliqdan shakllanib qolgan, onasi tarafdan shakllanib qolgan bu xil gunohkorlik tuyg'usini shu ayolim bilan bolalarim keltib chiqadi deb ayoli va bolasiga nisbatan yoshirin norozilikda yashaydi. So'ng erlarning bu degan bir xil tuyg'u, ammo bu tuyg'u qo'zg'alganda jarohatga aylandi, jarohatga aylanganda ochiq va o'chmanlik paydo bo'ldi. Bunda chiqib aytgan vaqtda bu nima degan gap deganda, erlarning eng o'chkurdigan ishi ayolning uni ayblashi. Ayblash. Yani gunohkorlik tuyg'usi shakllantiradigan masalan, uyga qaramaysa, balangga qaramaysa, seni bir dadima, sen tufayli manda bo'ldik, onda bo'ldik degan bu gapni erlar qattiq qabul qilmaydi. Nimish qilsa bu balliqdan onalar o'g'illarda so'zlab berma. Nurg'un onalar iridan olanmagan kuyinish muhabbetni balasidan olmoqchi bo'lib, balasini o'zining kallasidagi ideal bir erga aylantirman debla bu balani kuyindi, yaxshi ko'rdi, ammo kontrol qildi, bo'g'ab qo'ydi. Shu nurg'unlagan erlarda bir xilliqi opsiga to'liq javob qaytarolmagandek, yuzkilanmaydigandek, ops o'ylagandek, odam bo'lolmagandek bir xil gunohkorlik tuyg'usi bo'ldi erlarda-chi. Sizlar ayollar qasanglar erlardagi bu xil hissiyotni tushunmaskan mumkin. Shunga bir amaliyotda bir mukammal onaz degan, onasiga o'xshab hem onasiga o'xshaygan, hem onasining yetersizligini to'liqlay oladigan bir onaga muhtoj bo'ldi amaliyotda-chi. O xotin olmaydi, mukammal ona izlab ona oladi. Qiz bolam shu amaliyotda. Bir erga tegmaydi, bir mukammal dadiz deydi amaliyotda-chi. Bu vaqtda ham ba'zi erlarda o'zini kontrol qilishni yo'qotgan avvallar mavjud. Shunga ayollarning nurg'un xatoligi nima desa, o'zining yo'ldishining amaliyotda uningmi bir o'ziga o'xshash ashish xil hissiyotdan yardan qutlanmayotgan bir balkilikini astin chiqarib qo'yib, butun shu ayni vaqtda dadis orqali erishilmagan barliq narsalarni mush erim berdi deb erini bir mukammal ideal o'ylavga yeriva.
Endi bu yo'ldishinglar erchu desa, u dal bayatın zbeyba dedik emasmi? O'zini kamsitish tuyg'usi ayolidan bo'ldi, erlidan bo'ldi emasmi? Erlar buni qandoq taqabul turdi desa, kuchli ko'rinish, aqlli ko'rinish, hammani bildigandek ko'rinish orqali o'zining ojiz emas ekanligini ifodalashga tirishib ketadi. Bir qalqonni kiyib olgan gap. Shunga ularda yig'lash degan narsalar yig'lash bo'ladi, ammo uni kontrol qilib, kuchli bir tuyg'u berish uchun tirishadigan gap. Anandan keyin kollektiv angsizlik deymiz. Andan 4 xotin bir joyga kelib olib, hozir qadlar manda degil turdi. Andan 4 akish kelib olib, hozir ayollar manda deb turib oladi. Bu kollektiv angsizlik sabaqdaşlar. Dunyoda shaxs mavjud. Shaxs mavjud, kollektiv mavjud emas. Har bir odam da deki oila muhitida dal nima desa, ular bir-birisi orqali hal qilmoqchi bo'lgan jarohatlar bor. Natijada bir ayolmi anglashdan eng qo'rqadigan gapni erdan anglaydi. Yuz berishdan eng qo'rqadigan ishni erdan anglaydi, ko'radi. Masalan, bir ayol tashlanib ketishdan shunda qo'rqadi. U butun umrida shu eri yoki o'g'il do'st tarafdan tashlanmaslik uchun tirishadi. O'zini qurbon qiladi, vaqtini qurbon qiladi. Zodi butunlay er nima desa shuni qiladigan ayollar bor. Ammo bular dal yana er tarafidan yaxshi ko'ralmaslik, rad qilinish, tashlanishga duch bo'ladi. Ermi nima desa, dal uni ayolning uni kamsitishdan, uni ayblashdan eng qo'rqidi. Ayblanmaslik uchun, kamsitmaslik uchun shunda tirishadi. Endi masala qanday bo'ladi? Erlar eslanda bo'lsin, yaqinlikdan bek qo'rqidi. Dal ayol eng muhtoj bo'lgan bir xil yaqinlik bor-ku. Buningdan erlar eng qo'rqidi. Chunki erlarning tunji muhabbat kechirmishi yaxshi bo'lmagan. Masalan, tunji muhabbet kechirmishini ona ata qildi o'g'ilg'icha. Ona balani bek yaxshi ko'ra ketgachga, uni bekli bo'g'ib etgachga, mundaq chiqqan vaqtda butunlay o'zining kontrolga ilib olgachqa, har qanday erning yushun engida muhabbet bir xil kontrol qilish deb tushundi. Shuni aytamsizlar, muhabbatni erlar bir xil kontrol qilish deb tushundi. Chunki onasidan shundoq nima qolganda, balam men seni bek yaxshi ko'raman deydi, rost yaxshi ko'rdi, ammo bu xil muhabbatni butunlay kontrol qilish orqali ifodalagachga erlar bek qo'rqa ketgan muhabbatdanchu. Shunga erlar bu xilliqqa bek yaxshi ko'rib ketishdan ensiraydi. Shuni ishtirib turdi, rad qilib turdi. Ballarnimi shu? Chunki erlar u xil yaqinlikdan bek qo'rqidi. Dal akschamda ayollar cho'sa dal mana shundoq yaqinlikni izlaydi. Yaqinlikni dal ayollar izlaydi. Natijada ayollar eng muhtoj narsadan erlar eng qo'rqashqa ayollar o'tirsiki, bu so'rkulish masalalarni normal bilimsiz ama aqlliq odamlar buni hal qilolmaydi. Suyimli saboqdoshlar. Buni hal qilolmasligining sababi shu. Bola orqali erishaman debla balaning bir amaliyoti bir inson ekanligini unutib qoldi suyimli saboqdoshlar. Masalan, uyangdagi bir mehmon keldi. Bu mehmon chiqdigan vaqtda ochqichni unutib qoldi. Ondan ishni chekkanda sizlar ochqichni bu mehmonga berdinglar. Ochqichni qaytarib bergan mehmonni tillab ketamsizlar. Mehmonda kallan yo'q, eshik do'tnimisan. Qish bir nimani unutib qoldi ekansiz. Ala mana, demsiz mehmonga. Hargiz unday demaysizlar.
Ama balangla açmışını unutup kalsa, hergiz meymanğı bak, "Oy, unutup kaldınız mı, mana," dep bämeýsler. Balanglyny tyllap gitse, aşnaň hemmesi özüňizdeki barlyk er aýallar otursaky narazylyk, biýaramçylyk, otçyk, aşnaň hemmini balyny bir nersi süpetide bal arkaly muş näslerini kandyryslan diýen gep. Şoň bir balaga ämliýeti bir meyman okşy muamele kılış gerek. Çünkü bir bala senin balan bolgaçky bir nerse emas. Nurgul ata-ana öndäler. Bu mening balam. Bu senin balang. Bu senin balang emas. Onu sen vaqtlyk baksan şuçu. O sen bakkallygyň 3 ýyllam sen onu chemiýe goýgandek lagmen kıyın kelse lagmen, pitimant kıyans pitimant kılıp oynamsın. Mening balam dep. O bir adam. Bu bala kız. O bir adam da o. O bir adam. Şunday gep. Endi mana näsilinde syzyp şendirýän näseli temde. Undarda muşunçyrek bulduga okşaýdy dersler. İlimjik sözlep gitipdimen. Buludu yan bir küreş aman bulanlar. Ügünüp durunlar süýüm sabaktaşlar, bilip durunlar, ügünüp durunlar. Adam hayatıda ikili iş insanny hoş kıla alaydy. Birisi bilmegenini biliş. İkincisi kılanmayman degenini kıp bekiş. Çünkü bu işte adam tuğuludu. Kaytı tuğuludu. Hayatlık toxtumay tuğuluş jerýany. Kim tuğuluşdan toxtusa ölgen bile okşaş. Hem de bizden ama ötkende tor dershanamni evetip koygan. Şunu saklap algan bolsaňyz bilýsizler, hem de şu ýylyň ahyrga ýeňi ders çykarmaýmyz hemde. Muş ýylyň ahyrga ulgy etip bir mahsusmy şu baladan kelimiz, bal terbiýeleşniň konkretne bir nemesine işläwetimiz hem de 10 kysymlyk. Şu wagtda tehimi täpsili düşünäsizler. Yana evetip koýma. Ýokla. Saklap koýsaň buldy bizden dershanne. En ahyrda TPSA şirketiniň tehim tarakky kılışyny en muhimi tehimi samimi boluşyny, tehimi köp adamlarga ýardam kılışyny, sagaýtyşyny ümit kılaman. Biz insanlygyň tuguluşymyzyň sebäbi şu ämeliýet. Awal sakyş, andan sagaýtyş. Dawgan diken muş sepde tyrşyp atgan barlyk ýoldaşlaryň, soňulçaklaryň, iniçaklaryň günden günge ýeni bilimler uçuşup duruşyny ümit kılaman.